Qarshimizda turgan ushbu mashinaning oti Deepal S09. Chiyuan Q07 ga o'xshashligi bor. Ommaligim mashina yana ham kattaroq L9 ranggi. Mashinani ko'ringlar, disklardan ko'ringlar. Voyda, L9 sindi boru. Deepal S07 chempionni sindirib turadi. S09'imiz endi voy L9 sindiradi ish kerak. Va bittasini ichiga oq rangligi, mana bu esa mana oranjoviy rangligi. Mashinani orqasini ham bitta ko'rib qo'yinglar. Ana. Orqasida o'rindiqlari ham keng ekan. Panorama tomlik. Nimani kattaligini ko'ringlar, oynali ekan. Mana o'zi tushsa juda katta ekran bo'lar ekan. 15 emas, 21 dyuymni bilmayman. Bitta kamchiligi tortib oladigan yo'q ekan. L9'larda tortib olardi. Yo'q. Bu ham shu L9'ga o'xshagan ikkita ekranli qilingan. L9'ga o'xshashli joylari juda ko'p. Mana orqasiga bunaqangi patlakotnik qo'yib qo'yilgan, metriki pastakanliklari. Bu ham xuddi L9'ga o'xshab ochiladi. Mana bu yerda mana xolodilnikchasi ham bor. Alohida besprovодной zaryadniki, nishachasi, mana bunaqangi katta nisha va Type-C'lik joyi. To'g'ri, mashina L9'ga baribir yetolmasa kerak. Narxi ham ancha L9'dan arzon. Bir ikkita kamchiliklar hisobga olmasa, lekin L9'dan qolarli joyi yo'q deb o'ylayman. Chotki mashina liderlari bilan